Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz Yakkasaroy tumanidagi Parijden deb nomlangan turar joy majmuasini 9-qavatidamiz, ya'ni 8-9 dupleks xonadonimiz bo'ladi. Kvadrat metr 180 kvadrat metrdan tashkil topadi. Uyimiz 5 xonali bo'ladi. Hozir men sizlarni umumiy qilib chiroyli qilib tanishtirib chiqaman. Uyimiz juda ham qiziq, ko'rganingizga arziydi. Bitta like bosib qo'ysanglar, men davom etaman. Xo'p, bu yoq asosiy yo'ldan kirish eshigimiz bo'ladi. Kirganimizda mana stroyniy shkaflari, bu yoqda bo'lsa komod, tosh oynalari qilingan aziz o'rtoqlar. Xo'p, yo'lligimizni ko'rib turibsizlar, juda ham keng va to'g'ridan kirganimizda zinalarimiz bor. Tepaga chiqib ketirish uchun va o'ng qo'lda bizning kattagina Euro studiya, ya'ni oshxona bilan mehmonlarni kutib olish uchun studiya qilib, kattagina qilib, bitta qilib xona qilingan. Bu yoqda bo'lsa mana oshxonasi, ko'rib turibsizlar, hamma sharoitlari qilingan, Hoffman texnikalari, podsvetkalari, chiroyli mebellari qilingan. Bu yoqda bo'lsa lounge zonamiz, ko'rsanglar bo'ladi, yumshoq kravatlari, turetskiy, bu yoqda bo'lsa dekor qismlari, bu yoqda suvnilar uchun javonlar qilingan, kattagina televizorlarimiz, konditsionerlarimiz, tashqariga qaragan ikkitalab oynalarimiz mavjud aziz o'rtoqlar. Juda ham chiroyli ta'mirdan chiqqan. Bu yoqda bo'lsa bemalol mehmonlarimizni kutib olsak bo'ladi. Xo'p, yo'lak bo'ylab kelganimizda mana bizning chap qo'lda yotoqxonamiz bor, master yotoqxonamiz, ko'rsanglar bo'ladi, o'zini sanuzil qismi ham bor, ya'ni yuvinish xonasi va kattagina yotoqxona. Ko'rib turibsizlar, 2 kishilik kravatlari, televizorlar, komod, tashqariga qaragan oynalari, konditsioner, bu yoqda bo'lsa o'zini shkaflari ham bor. Kiyimlarimizni bemalol taxlab joylashtirsak bo'ladi. Xo'p, keyingi xonaga